La ilahe illallah Muhammed Resulullah şehade la ilahe illallah şena Muhammed Abduhu ve Resuluhu. Assalomu alaykum o'zbek xalqi, O'rta Osiyo musulmonlari. Bugun biz bir ikkita gurung qilamiz, ya'ni Eronga g'alaba bo'ldi. Undan videolar chiqyapti. Xursand odamlar Trump ya'ni nima qilmagandan. Millionlab bor himoya qilgan uchun ya'nilar. Yana Qozog'istonga bir ikkitasi Messiyaman deyverlar tarqatib yurgan kartochkalarini tagiga videosini tagiga yozibdi. Musulmonlar yevreyni o'ldirish kerak, qo'l oyog'ini bog'lab jardan otish kerak, shunaqa gaplar haqida gurung qilamizki, yana men o'zim haqida, Messiyam haqida gapiramanki, ya'ni Alloh taolo tinch qo'yadimi? Mahdi deganni va'da bergandi, Mahdi deganni chiqardi endi. Senlar o'ylaysanki, Mahdi chiqqandan keyin tinchlik bo'ladimi? Mahdi chiqib musulmonlarga yon bosadi. Yo'q, unaqa gaplar bo'lmaydi. Mahdi o'zi musulmonlar bitta firqa bo'ldi, 73 ta bo'ldi. Xristianlar 72 ta bo'ldi, yevreylar 71 ta bo'ldi. Ya'ni yevreylar eng qadimgi din bo'lsa ham, ularning firqasi musulmonga qaraganda kamroq bo'ldi. Musulmonga 100 ta bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Demak 71 deyilyapti. Qancha 4000 yilmi, 3000 yilmi, 2000 yildan beri keladigan bo'lsa, ular dini qadimroq bo'lsa ham ularga firqa sal kamroq bo'ldi islom diniga nisbatan. Ya'ni demoqchimanki, yevreyni o'ldir degan hadislarga ergashib ketishing, yo bo'lmasa uyga o'tir, jim o'tir degangi fitnalarga aralashma deydiganlaring ham aytmoqchiman. Shayxlaringga Mahdiga ergashasanlar, Mahdiga ergashishing kerak musulmonlar. Men musulmonlarni ko'ribmanki, o'rinlab hujraga o'tirganlarini, yangi bir 70 ga kirib 45 yillar namoz o'qib, 2 marta haj qilib, 1 marta umra qilganlarini, soat 4 dan turib zikr qilib, soat 8 gacha quyosh chiqqunicha o'tganlarni aralashma dam tur, sen shalloq yeysan, mana bunaqa deb menga gapirib yurgan. 15 yildan men beri ularga gapirib yuraman. Senlar nimasan? Senlar holi bir islomiysan. Men da'vat qiladiganim Rum xalqiga da'vat qilishim kerak. Rum ahli bir Rossiya, Yevropa, yangi esingi mamlakat desam, Amerika, Yevropa ular vobshe dindan bexabar. Men shunchaki o'sha paytdan 500 mingta prosmotr, 3000 ta ham qilayotgandim, ruscha tilida gap qilib. O'zbek yangi auditoriyasini yig'aman dedim, hech qanaqa bo'lmayapti. Demak, yevreylarga da'vat qilaman. Yevreylar chunki ular soxtasi bo'lsa ham, podvallarga yotib bo'lsa ham yevreylar men missiyaman degan tiqilyapti. Yevreylar dinni ular mingtalab payg'ambarlar chiqqan, ulardan qancha ular inshaalloh meni sanlardan ko'ra yangi ergashadi ham, nima ham qiladi. Ya'ni chunki Alloh taoloning shunday makkor ismi borki bilmaysan, Alloh qaysi yo'l bilan chiqaradi Mahdini? Yevreylar orqali qo'l bilan chiqaradimi? Kofirlar yoki Jasmin Trans 5-6 ming patpishlik bordi. O'sha orqali chiqararadimi bu dinni? Alloh o'zi xohlagani bilan chiqaradi. Senga o'shan zohid ahli bilan bir yangi bir nimalarga aralashmayman deganlarni Alloh bilguvchi yangi muxolifat bilan chiqaradimi? Bir yangi Mansur degani yordam beradigan, Mansur deganing bu bloger, yana bilmadim, bir Mansur degan bir bloger bo'lmasa Alloh bilguvchiroq. Men aytmoqchimanki, tinchlik bo'lmaydi, Eronga ham, Peronga ham, O'rta Osiyoning ba'zi dunyo bo'yicha tinchlik bo'lmaydi, chunki Alloh va'da bergan Mahdini chiqarishdi. Qachonki tinchlik bo'ladi, Alloh men qilganlar narsalarni yer yuzidan supurib aylasang, Alloh chiqargan qiyomatgacha va'da qilgan Qur'on Karimni konstitutsiya o'rniga qo'ysang, keyin tinchlik bo'ladi. Yangi ikkinchi gapiradiganim nima edi, yodimga ham kelmayapti. O'sha yevreylarni da'vat qilmasa, yangi takror aytaman, Al-Anbiyo surasi 96-oyati Alloh taolo va'da qilgan. Ya'ni hozir bizlar yevreylarga, xristianlarga, ularga islom dinini yangi o'rtasida din mazhabini taklif qilmasak, Alloh taolo birinchi marta azoblagandek Mo'g'ul balosi bilan. Mo'g'ul balosini men eshitganman, mana Termiz taraflarga xotinlar tilloni yutdim degan ekan, shunda kekirdan shachavonni so'yib tillasini sug'urib olgan ekan. Xuddi ana shunaqa bo'ladi. U neftingmi, boshqangmi, yangi daryo qurdi, Furot daryosining daryodan chiqdi degani bittasi neftga deyapti. Bittasi mana mudda dinor zaiflashadi degani qirg'in bo'lyapti. Sanlarga hali tushunmasang, men Ukrainalarga yoki masalan Rossiyalarga tushuntirishim sanlardan ham battar qiyinroq. Qirg'in ketaveradi, yana ham avj oladi. Yangi 5 milliard yerga qirg'in bo'ladimi? Qanchasini o'ldirish kerakmi? Shunaqa gaplar shundan battar ham bo'lishi mumkin. Biroq musulmon qolguncha bo'lishi mumkin. Qachonki shayxlaring, payxlaring chiqib meni podvedit qilsa, mana tasdiqlasa, mana bergan deb, ungacha ketaveradi sudralib. Yuraverasan, yevreyni o'ldirish kerak, yevreylar aytadi, musulmonni o'ldirish kerak deb har xil choralarni ko'radi. Har xil qurol yarog'larni, dronlar zo'rini ishlab chiqarib bir-birini yadro chiqqandan nima bo'ladi? Yer buziladi, iflos bo'ladi. Ya'ni tabiatni asrash kerak, tabiatni mana tog'larni asrash kerak. Keraksa
qo'y go'shti yeyman deb tog'dagi hamma giyohlarni ham qirib tashlayapsanlar, daraxtlarni kesib toqqa borib ikkitadan olaman deysan, qancha o'lganing ham archani kesib kelasan, sindirib kelasan, palovga bosaman, shashlikka bosaman deb. Shuning uchun bizlar agar yevreylar, xristianlar, musulmonlar birikmasak, Alloh taolo birinchi islom dinini da'vat qilmasak, yangi o'rtacha din maqsadida birinchi marta Mo'g'ul balosi bilan azoblagandek, ikkinchi marta ham Yaj-Ma'juj to'g'onni va'dasini bergan. Al-Anbiyo surasi 96-oyat bu. Nima uchun? Ya'ni bitta organizmni yo'q qilish uchun Alloh taolo xuddi mana o'sha gerpes degan virus bordek, xohlasam shu gerpes mana shu dajjal kasalligini chiqardi. Mana 83-yil aksikil antik bir nima degan dori emas, 83-yil chiqqan Nobel mukofoti olgan bu. Aksilarmi, aksilarmi? Aksilar shunaqa mana shu gerpesga qarshi kurashgan. Bu gerpes miyaga joylashadi ekan, arqa miyaga joylashadi. Xuddi o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan kasallik, dajjal kasal bir ko'zi basharasi bilan ketadi. Men bozorlarda ham ko'rib turibman o'shanaqa odamlarni. Sal davolanmasang, olam bir Alloh asramasa bo'laveradi. Olim menga ham asrab turibdi. Mana shunaqa narsalar. Alloh taolo yashirib boraveradi mana to qiyomatga nimagacha yashirish mumkin, oxirgi harakatinggacha, balki o'lib ketgandan keyin oshkor bo'ladi, balki xohlagan kuni oshkor bo'ladi. Shuning uchun bir-ikkilar eshitib ko'raylik. Tamom, vala pala chalamullarga ergashmaylar. Xristianlar ham chalamullarga ergashib bizlarni bu dunyoga olib ketadi deb turibdi Iso payg'ambar kelib. Iso payg'ambar kelib qaysi dinga da'vat qiladi? Islom diniga da'vat qiladi. Islom diniga da'vat qilish uchun nima kerak? Islom bitta jamoa kerak, yangi ergashadigan, ma'diga ergashadigan. Yani chalamullarga emas, shayxlaring ham chalamulla o'rniga kiradi. Shayxlaring ham Shayxul Akbar degan ot menga bor. Ulug' shayx, Shayxul Aziz, yangi ulug' aziz shayx. Yani nima uchun? Shu Shayxul Muxtor degani bu uni maholiga taygan bitganmi kerak. Alloh taolo Makka rasul bo'lganda menga ham shunaqa yo'llarini beradi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.